bu odamlarga qancha gapirsa ham foydasiz ekan. Qayta ijtimoiy tarmoqlardan ham, televideniyalardan ham hamma joyda aytib yotibdi. Даже uchrashuvlar ham bo'lyapti har kuni. Kiber xavfsizlik bo'yicha roliklarni ham ko'ryapsizlar. Mana ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni, har soatda qo'yilyapti. Shubhali havolalarga kirmanglar, pasport ma'lumotinglarni ehtiyot qilinglar, o'zingizlarning qurilmalarini ehtiyot qilinglar, bankovskiy kartalarni ehtiyot qilinglar deb qayta ogohlantirsa ham odamlarga umuman farqi yo'q ekan. Mana bugun sinov tariqasida aynan o'sha firibgarlardan ehtiyot bo'linglar degan video qo'ydim va hozir ko'rsataman. Mana shu videoni ko'rib shunga amal qilisharmikin yoki shu videoga ham amal qilmasdan noma'lum shubhali ssilkalarga kirib yana bilganini qilaverarmikin deb qo'ygan edim. 10, 15 ta, 20 ta o'sha ko'rgan odamlar deyarli 50% ana o'sha qo'ygan shubhali ssilkamga kirishgan. Va men buni qayerdan bildim? Bu ssilkalar shpion botga ulangan va ushbu shpion botga menga o'sha havola orqali kirgan barcha foydalanuvchilarning rasmlari, lokatsiyalari, video yozuvlari, telefon raqami, Instagram, login, parol hammasi menga kelib tushadi. Mana bu yerda IP raqamlari ham bor. Odamlarga qancha ehtiyot bo'linglar, fayllardan shubhali fayl va ssilkalardan ehtiyot bo'linglar, telefoninglarni qurilmani egallab olishi mumkin yoki pulinglarni o'marishi mumkin deb ogohlantirishga qaramasdan baribir mana yana kirib shubhali havolalarga kirib o'zini shaxsiy ma'lumotlarini sizib chiqib ketishiga sabab bo'lgan. Bu hozir yangi bot, avvalgi botda ham guruhlarga tashlab sinab ko'rgan edim. Haqiqatda odamlarda kiber madaniyat uncha hali shakllanmagan ekan. Mana shu jabrdiydalardan bittasi mana shogirdlar. Bular ham shu kirishgan. Shu havola orqali. Mana bu yerda IP manzillari turibdi. IP manzillarini oladigan bo'lsak, qayerda joylashib turibdi, qayerga qarab ketyapti, hammasini ko'rsa bo'ladi mana. Kopiya qildik va save tugmasini bosamiz. Mana lokatsiyasi ko'rinib turibdi. Mana lokatsiyasi qayerda joylashgani. Hozir yana boshqa lokatsiyani qo'yamiz. Boshqa IPni qo'yamiz. Mana endi boshqa lokatsiya qayerda yurgani ko'rinib turibdi, chiqib turibdi. Mana bu pastda barcha ma'lumotlari kelib chiqib turibdi. Bundan tashqari yaxshiroq hacker bo'ladigan bo'lsa, sizni o'sha paymingizga, uzun bankingizga hamma o'sha mobil qurilmangizdagi ilovalarga ulanib olishi mumkin, o'sha lokatsiyalaringizni olishi mumkin. Mana hozir yangi bot ishlab chiqilgan va ushbu botda imkoniyatlarini ko'ring. Lokatsiyasini olish, rasmini olish, videosini yozib olish, orqa kamerasini ko'rish, telefon raqamini olish, elektron maktab login parolini olish, Instagram login parolini olish, barcha funksiyalar bor. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Hech qanaqa havolalarga, shubhali havola bo'lsa kirmanglar, hech qanaqa tugmalarni bosmanglar, plastik raqamlarni yozmanglar.